Iste'molda baliq sovuq, nam mijozli ozuqadir. Uning sovuqligi tanani sovutib, issiqlikni kamaytiradi. Namligi esa namlikni oshirib, teri va shilliq qavat pardalarini namlaydi. Foydasi juda yaxshi. Oqsil, omega 3 yog' kislotalari, vitamin D va B vitaminlarga boy. Yurak-qon tomir tizimi, miya faoliyati, miya oziqlanishi, suyaklar uchun juda mos. Uni yeguvchi issiq quruq mijozli sanguinlik va xoleriklar uchun juda mos. Sovuq va namlikni balanslab beradi, lekin melanxolik va flegmatik sovuq, nam mijozli kishilar uchun kamroq yeganlari ma'qul yoki qizdiruvchi oziqlar bilan birga zanjabil, qora murch, limon kabi issiq tabiatli ziravorlar bilan yesalar maqsadga muvofiq bo'ladi. Tabiblar aytganidek, Ibn Sino va undan oldingi tabiblar ham aytgan, baliqni oshqozonga bir vaqtni o'zida tuxum bilan yemang. Falajga olib kelishi mumkin. Yoki oshqozonga bir vaqtni ustida baliq va sut mahsulotini yemangki, u tanani o'zgartirib, terida oq ranglarni paydo qiladi, podagra kasalligiga olib keladi. Shuning uchun baliq yeganingizda qo'shimcha sutli va tuxumli mahsulotlarni yemaganingiz ma'qul. Hayotingizda barcha yegan oziqlaringiz sizga davo va quvvat bo'lsin.